va zarurdir. Bu so'zlarning zamirida yosh avlodning baxti va kelajagi yotadi. Endi davramizga birinchi bora mana shu maktabga qadam qo'yganda qalblarida quvonch va hayajon bilan kelgan. Bugun esa maktabni ko'zlarida yosh bilan tamomlayotgan 11-sinf bitiruvchilariga beramiz. Marhamat bitiruvchilar, davra sizga muntazir. FaizFM.uz taqdim etadi. Shomdagilarim cheksiz biroq hayralimdir og'ir so'nggi qo'ng'iroq. Cheksiz biroq hayralimdir og'irroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Esla bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Yillar o'tib ulg'aydingiz olib kelim sirlarim. Bizlarga ta'zim ila rahmat deymiz jon ustozlar sizlarga. Vatanlikni ulug'laytirdi haq yo'l bering bizlarga. Ta'zim ila rahmat deymiz jon ustozlar sizlarga. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni qayda yursang esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Tadbirni ochib berish uchun maktabimiz direktori Hakimqulov Karim akaga beramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz, bitiruvchi o'quvchilarimiz, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar. Mana bugun butun O'zbekistonimizda 10 mingdan oshiq maktablarda mana shu xursandchilik kunlari bo'lyapti. Aziz o'quvchilarimizni bitirish oqshomi deymiz. So'ng qo'ng'iroq tadbiri. Bu prezidentimizni mana ilm eng ulug' buyuk sharaf deb nomlab qo'ygan tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bu mana shunaqa tadbirlarimiz O'zbekistonimizda ko'p bo'lsin. Bu hamma yutuqlarimiz, hamma nimalarimiz, mehnatimizni prezidentimiz boshchiligida yurtimizning tinchligi, obodligi, mana mahallalarimiz, ko'chalarimiz, maktablarimiz obod bo'lishi, prezident maktablarini tashkil qilishi, oliy ta'limlarning hatto yosh o'zbek o'quvchilarining jahonga chiqishi hammasi bilan shu xalqimizning o'quvchilarimizning mehnati, prezidentimizning bitta gapi bor. 3-renesansga mana shu ishlar orqali amalga oshiramiz. Hammalaringga yuzlaring yorug', yo'llaring ochiq bo'lsin. Doimo sog'-omon bo'linglar, omad tilayman. Bugungi tadbirda ochiq deb e'lon qilamiz. Endi navbatni bitiruvchilarimiz tayyorlab kelgan she'r va qo'shiqlarga beramiz. Marhamat topirasiz. Assalom ona yurt, ey ona vatan. Assalom ey samo, charog'on osmon. Bosh egaman ta'zim qilib ey ona xalqim. Assalom ey nurga to'lgan hur O'zbekiston. Assalom ey ahli donishlar salom. Mehrumon qalbi quyoshlar salom. Qo'llar ko'ksimizda deymiz xush kalom. Aziz ustozlarim salom, assalom. Assalomu alaykum davramizga yig'ilgan muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar va maktabdoshlar. Mana bugun biz 11-sinf o'quvchilari uchun hayajonli, shu bilan birga quvonchli bir kun. Ko'ksimda, ta'zimda bo'kiz. Sizgadir olqishim, yurak so'zlarim, otaday talabchan, onaday munis, vaqt qadar qimmat aziz ustozlarim. Ustoz, ko'zlarida yosh, ustoz ko'zlarida mehr, yuzlaridan yosh og'ilib turgan, qalbi esa oppoq ezgulikka yo'g'rilgan zotdir. Ustoz, ildizi shu tuproqdan,
Shu zamindan suv ichib, biz shogirdlarni bag'riga olgan metin irodali chinorga o'xshaydi. Ustoz, bilim shirasidan bo'l. Ustoz, bilim shirasidan bo'l, meva hosil yig'uvchi zotdir. Ustoz bilim chashmasi, dillar uning ziloz va pokiza qalbidan baxt oladi. Ustoz, qorong'u tunimizni yorituvchi oy. Tunda ham ilm ko'zi bilan yo'llarimizni nurafshon etadi. Tundagi yulduzlar bu uning mehr daryosidagi billur shodasidir. Ustoz bamisoli quyosh, biz ulardan ziyo olib, Ustoz bizga otalarcha yo'l yo'riq ko'rsatib, yosh qadrda tarbiyalab, baland parvozlarga shaylaydilar. Siz bizga berdingiz hech sinmas qanot, ilm fan ko'ksida tilab parvozlar. Biz ta'zim qilamiz sizga umrbod, hamisha sog' bo'ling aziz ustozlar. Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijobga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning sarlavhasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi xayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar. Hali chinga aylanmagan xayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, kafting tutsam sezdim titroq. Ey sinfdosh, men ham seni ayrilarchoq sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Umrimizning sarlavhasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz sarlavhasi. Xayr,
sevgimiz sarlavhasi xayr alvido. Sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo, xayr alvido, alvido. Hozir bitiruvchilar siz uchun O'zbekiston Respublikasining prezidentining bitiruvchilar uchun tabrigi o'qib eshittiriladi. Undan keyin tadbirimiz yana davom etadi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar va mehmonlar va mening aziz bitiruvchilarim. Barchangizni bugungi tadbir bilan tabriklayman. Bolajonlarim, hammangiz uchirma bo'lib, yo'llaringizni ravon, yaxshi yo'llarga, yaxshi oliy o'quvlarga kirib keting. Bugun butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab ilm eng buyuk sharaf deb nomlangan 25-may so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning siz bitiruvchilarga yo'llagan tabriklarini o'qib eshittirmoqchiman. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11.500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'qish va izlanishda, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotganlari uchun alohida tabrik va tilaklarimni izhor etmoqchiman. Qutlug' bo'lsin aziz o'g'il qizlarim. Men 27-maktab, ya'ni Qo'ychirchiq tumani 27-maktabning o'g'il qizlariga alohida ishonaman. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti.
maktab ostonasan xatlab so'nggi bor. 11 yillik bolalikka yasaymiz yakun. Endi hayot darsxonangiz bo'lar hayotda. Bugun chalinadi eng oxirgi so'nggi qo'ng'iroq. Urushib kulishib birga yurardik, eshikdan talash darsga kirardik. Yoshlik qisqaligin qaydan bilardik? Sog'inib ko'zimga to'ldi yoshlarim, sog'inaman sizlarni sinfdoshlarim. Bazinhor ko'rmayin ko'zlaringda yosh. Sen uchun porlasin ko'klarda quyosh. Ayriliq ko'nglimga soldi og'ir tosh. Baxtli bo'l bir umr aziz sinfdosh. Umidning ochilgan guli so'nmasin. Yurakda orzuing bevaqt o'lmasin. Shu qora ko'zlaring hech nam bo'lmasin. Baxtli bo'l bir umr aziz sinfdosh. So'nggi qo'ng'iroq ham chalinlar asta, maktab so'nggi qo'ng'iroq ham chalinlar asta, ko'zda mayslikka qo'lda guldasta. Maktab yillarimiz ham o'tdi bir pasda, har vaqt seni sog'inaman sinfdosh. Xayr maktab, xayr ustozlar. Endi sizdan bo'lamiz yiroq, uzoqlarga etib parvozlar, chalinyapti so'nggi qo'ng'iroq. Ayrilgim kelmaydi Munis maktabdan. Ko'nglimga yo'qdi-ku abadiy chiroq. Ko'zim ochkim yo'q o'shal oftobdan. Chalinmay tura qol so'nggi qo'ng'iroq. To'xtab qolsa soat millari, chalinmasa so'nggi qo'ng'iroq. Orta qolsa soat millari, chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq.
davraga 11-sinf bitiruvchilarini 4 yil mobaynida yozishni, o'qishni o'rgatgan, ularni ilk qadamlar bilan maktabda kutib olgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Hakimqulova Dilrabo opa va 7 yil mobaynida o'zini farzandidan-da a'lo ko'rgan, tanbehlar bergan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan, onalaridek bo'lib qolgan sinf rahbari Turg'unboyeva Marzapaga beramiz. Marhamat ustozlar, keling. Qalam tutib qo'limga ilk bor. Yozuv chizuv o'rgatgan ustoz, eslagaymiz biz sizni ko'p bor. Ta'lim bergan birinchi ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatingiz. Siz uchun yaralsin baxtu rohatlar. O'quvchimiz sizga go'yo farzandimiz. Jon fido aylagan birinchi ustoz. Bizni yetakladingiz kamolot sari. Bilim bergan edingiz ketmasdan nari. Aylandi haqiqat bularning bari. Bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Biz ilk bor maktabga kelganda hatto o'zimizni ismimizni yozishni ham bilmasdik. Bizga birinchi bor harf tanitgan ustozimiz bu bizning birinchi o'qituvchimiz bo'ladi. Biz shu paytgacha sizni bergan bilimlaringiz, tarbiyangizni oqlashga harakat qilyapmiz. Nafaqat siz, barcha maktabdagi o'qituvchilarni bergan tarbiyalari, ta'limlari, mehnatlarini oqlashga harakat qilamiz. Sizlar faqat bizni duo qilib tursanglar va yuzinglarni oqlab, oliygohlarga kirib, ishonchlarni oqlashga harakat qilamiz. Rahmat ustoz. Quyosh o'z nurini sochsa zaminga, bir inson bilimlar sochadi menga. Satrlar ham unga aylaydi ta'zim. U mening ustozim, mening ustozim. Qalbimda doimo mehrli molim. Qayerda bo'lsa ham tortar xayolim. Unga atalgandir dildagi so'zim. U mening ustozim, mening ustozim. Ustozlarim, hammangizga rahmat. Bizni erkinliklarimizni, sho'xliklarimizni, besabab aytishuvlarimizni ko'targaningiz uchun minnatdormiz. Bizga hayot saboqlari va yangi bilimlar berganingiz uchun juda ham minnatdormiz. Hammangizga rahmat. FaizFM.uz taqdim etadi. Shodliklarim cheksiz biroq. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, onalar, o'quvchilarim. Mana bugun mening bitiruvchi o'quvchilarimning so'nggi qo'ng'iroq tadbirida qatnashib o'tiribmiz. Avvalambor hammalaringizga katta rahmat. Mana shu o'quvchilarim mana 7 yildir mana shularga bosh bo'lib, yaxshi gapirdim, yomon gapirdim. Xursandchilik damlarimiz bo'ldi. Mening Allohdan tilagim ularni mustaqil hayotga qadamlarini to'g'ri bosib, mana shu oldimizda turgan mashaqqatli hali oldimizda juda ham ko'p ishlarimiz turibdi. Mana shu mashaqqatli ishlarimizda muvaffaqiyatli o'tib, oliy ta'limga kirib, biz ustozlarning yuzini yoriq qilsa, men qilishlarini Allohdan so'rab qolaman. Hayotlaring hamisha shirin va beg'ubor bo'lsin. Mening shirin va shakar asal yigit qizlarim. Omad sizlarga. Avvalambor aziz mehmonlar va mehribon ustozlar va bilimga jonqoq o'g'il qizlar. Mana bugun hammamiz uchun hayajonli damlar. Mana 11-sinf o'quvchilarimizni uchirma qilish arafasidamiz. Aziz o'quvchilarim, sizlarga tilagim, mana bu maktab oldidagi imtihonlarni a'lo baholarga topshirib, o'zingiz istagan oliygohlarga har biringiz omadingizni berib oliygohlarga o'qishga kirishingizni Allohdan tilab qolaman. Hammangiz oilangizni, maktabimizni, qishlog'imizni yuzini yoriq qilishingizni tilayman. Aziz o'quvchilarim, mana shu maktabimizning
yuzini yorug' qilib, vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib, vatanimizning haqiqiy bo'lajak kadr bo'lib yetishingizni tilayman. Hammangiz sog' salomat bo'ling, omadingizni bersin. Alloh hamisha qo'llasin sizlarni. You and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I will love you. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, to you, right next to you, next to you, right next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. sinf bitiruvchilarini tabriklash uchun sinf rahbarlarini davraga taklif qilamiz. Sinf rahbarlaringizni siz uchun atalgan tabriklari bor ekan. Marhamat, ustozlar. Mana o'quvchilar mana shu 7 yillik, 11 yillik mana shu maktab davridagi holatlaringga qarab turib biz boshlang'ich sinf o'qituvchingiz bilan birgalikda sizlarga o'zimiz fikrlarimizni mana shu nominatsiya orqali taqdirlamoqchimiz. Amin. 11-sinf o'quvchisi Eshmonov Bobur Qo'chqor o'g'li eng kelishgan va xushchaqchaq yigit nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Fon qo'yib turing, fon. 11-sinf o'quvchisi Nodirov Bahodir G'iyos o'g'li eng chaqqon va mehnatsevar nominatsiyasi bilan taqdirlanadi.
o'quvchisi Abdashimova Marjona Ahror qizi eng aqlli va chaqqon qiz nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. 11 sinf o'quvchisi Donisheva Ziyoda Rustam qizi eng epchil va dizayner nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Sinf o'quvchisi Dushabay va Xumora Akmal qizi eng kamtarin va qo'li gul qizi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Sinf o'quvchisi Rahimqulov Ozodbek Farhod o'g'li eng sho'x va oqko'ngil yigit nominatsiyasi bilan sinf o'quvchisi O'rinbayev Zulhaydar Nurali o'g'li eng mehnatkash va kamtarin yigit nominatsiyasi bilan 11 sinf o'quvchisi Abdug'afurova Mehriniso Anvar qizi eng zukko va pazanda nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. sinf o'quvchisi Say va Firuza Erkaboy qizi eng a'lochi va tirishqoq nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Sinf o'quvchisi Yo'ldosheva Zebo Nurbek qizi eng oqko'ngil va mehribon nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. sinf o'quvchisi Abdusamad va Mushtaribonu Sobirjon qizi eng bilimdon va tashkilotchi qiz nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. 11 sinf o'quvchisi Murodqulov Diyorbek Zafarjon o'g'li eng vazmin va mehnatsevar nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. sinf o'quvchisi Chegaboyev Behruz kamtarin va chaqqon yigit nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Sinf o'quvchisi Abdashimov Abdurashidov Davlat mehribon va mehnatkash yigit nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Aziz o'quvchilarim, hammalaringga omad, ishlaringga rivoj, oilaviy baxt, saodat tilayman. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetib yurishlaringga tilakdoshman.
Barchangizga omad tilayman, sog' salomat bo'ling. Barchangiz o'zingiz tanlagan oliygohlarga kirib ketishingizni Allohdan so'rab qolaman. Ustozlar, 11-sinfimiz tayyorlab kelgan tadbir dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbatni Quychirchiq tumani inson markazi rahbari Egamberdiyev Muzaffar akaga beramiz. Marhamat. Bugungi bayram bilan bitiruvchilarimizni, ustozlarimizni tabriklaymiz. Bitiruvchilarimizga omad tilaymiz. O'qishlarida, ishlarida ulkan zafarlar. Shu bugun bitirayotgan o'quvchilarimizni Xudo xolasa tumanimizda, viloyatimizda, yurtimizning koriga yaraydigan insonlar bo'lib yetishsin. Ishlarga, o'qishlarga omad. Endi bir yangilik bor edi, o'sha bo'yicha tanishtirgani keluvdim. Ruxsat bersanglar. Viloyat bo'yicha tadbir bo'lib o'tgan 1125 ta mahalla orasida Galabatir mahallasi ko'rik tanlovida qatnashgan. Shu ko'rik tanlovda Obod mahalla, Obod ko'cha, Obod xonadon nominatsiyasi bo'yicha tadbir o'tkazilgan. Shu tadbirda viloyatda Galabatir mahallamiz 2-o'rinni egallagan. Bu ham mahallamiz yutug'i, tumanimiz yuzi. Shuning uchun tabriklashga ruxsat berasizlar. Galabatir mahallasi, Yoshlik ko'chasi 20-xonadon egasi Mustafaqulov Sherzod Ne'matovich xonadoni Obod xonadon nominatsiyasi bo'yicha 2-o'rinni olishgan viloyat bo'yicha. Borlarmi? Mahallani ham tuman yuzini viloyat darajasida olib 2-o'rinni oldi. Tabriklaymiz. Obod ko'cha nominatsiyasi bo'yicha ko'cha boshi Marayev Ochilboy aka borlarmi? Yoshlik ko'chasiga. Qatnashda bosh bo'lgan mahallamizni boshi, mahallamizni shu tumanda, viloyatda, respublika darajasiga olib chiqishga harakat qilib yurgan mahalla raisimiz bor. Usmonov Yayrapam bor. Yayrapamni ham tabriklaymiz. Mehnatlar katta bo'lganlar. Qadrli qadrdon maktab jamoasi, aziz o'quvchilar, barchangizni bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bilan tabriklayman. Ilohim shu mahallamizga, yurtimizni koriga yaraydigan inson bo'lib yetishinglar. Yigitlarimiz o'z oilasini beki bo'lsin, oilasida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Qizlarimiz farishta sifat kelinlar bo'lsin. Bilimli prezidentimiz aytganidek, ilm eng buyuk sharaf deb shuni qo'llab-quvvatlab eng bir zukko kelinchaklar bo'lsin. Mahallamiz haqida aytadigan bo'lsak, bu yutuq birdaniga keldi. Xabaringiz bor, mart oyida bu yutuqqa ishtirok etuvdik tanlovga. Shu tanlovda yonimizda yurib, butun mahalla ahli ishtirok etdi. Mana shu Open Budget loyihasida 10 marotaba biz tumanda emas, hattoki viloyatda eng ko'p natijaga erishgan mahallalardan biri hisoblanamiz. Mana Xudo xolasa keyingi yil sentyabr oyida bizning mahallamiz yangi ko'rinishdagi maktab, yangi ko'rinishdagi mahalla bilan kutib olamiz. Mahallamizda bolalar maydonchasi, sport maydonchasi, guzar, maktab, bog'chalar, hamma narsa bor. Xudo xolasa sharoitlar yetarli. Men o'ylaymanki, mahallamiz
ahli bundan juda ham yaxshi foydalanadi. Muzaffar aka, sizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat, hurmat qilib kelganingiz uchun. Muzaffar aka bizni mahallaga tumandan biriktirilgan, hozirgi kunda eng kerakli bo'lgan inson ijtimoiy markazining rahbari hisoblanadi. Hozirgi kunda mahallamizning muammolarini ham o'rganyapti va unga yechim topishda bizga katta yordam beryapti. Sizga katta rahmat, taningiz sog', oilangizga xotirjamlik tilaymiz. Shu bilan birgalikda yana bir kichkina sovg'alarimiz bor. Bu maktabga 27-maktabga 3 nafar nuroniy biriktirilgan. Bular har hafta o'quvchilar bilan suhbat olib borishadi. O'shalarga kichik sovg'alarimiz bor edi. Nuroniy jamg'armasi Quyuchi tuman bo'linmasi nomidan Galabotir mahalla fuqarolar yig'ini faol tashabbuskor nuroniysi Turdiyev Uchqun otaga yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanga muhabbat, ona zaminga ehtirom, ularga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, turli millatlar o'rtasida totuvlik va xotirjamlikni ta'minlashdagi samarali mehnati uchun tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Rahmat. Keyingi faol tashabbuskor nuroniyimiz xuddi shu mazmundagi tashakkurnoma bilan Turg'unboyeva Marziya Musaqulovna taqdirlanadi. Xuddi shu mazmundagi tashakkurnoma bilan Galabotir mahalla fuqarolar yig'inidagi faol tashabbuskor nuroniy Haydarova Hadiya Anvarovna taqdirlanadi. Mahallamizning jinoyatchilikdan xoli, ajrimlardan xoli va mana shu tanlovlarda bemalol qatnashish uchun mahallamizning barcha aholisi, mana hozir 2019 nafarga yetdi, mana shu aholisining xizmati katta. Men sizlar bilan bir jabhada ishlayotganimdan xursandman, yashayotganimdan xursandman. Shu bilan birgalikda mana bu qaldirg'ochlarimizga ham mahallamiz nomini barcha joyda boshini tik ko'targan holda o'zini hurmati bilan yurishini, Galabotirdanman deganda faxr bilan gapirishlaringni tilab qolaman. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Endi tadbirimizning har doimgi so'nggi qismi. Maktabdagi 24-25 o'quv yili davomida o'zlarining namunali xulqi, a'lo baholari bilan boshqalarga o'rnak bo'la olgan o'quvchilarga faxriy yorliqlarini taqdim etamiz va tadbirimizni yakunlaymiz. Mehmonlar, aziz o'quvchilarimiz, mana bugungi tadbirimiz juda ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Mana endi oxirida yana ham bir yaxshi niyatlarimiz bor. Ustozlarimiz esdalik sovg'alari, tuman hokimligidan, viloyat hokimligidan sovg'alari bor ekan. Mana hozir Inomjon bilan birgalikda biz tarqatishga ruxsat berasizlar. Shunda o'quvchilarimizni tabriklashga. Assalomu alaykum. Informatika fan o'qituvchisi Hakim Qulov, olim Rahim Qulovich. Tashakkurnoma. Demak, O'zbekiston Respublikasi Olimpiadada tumanda birinchi o'rinda olganligi uchun informatika o'qituvchisi Hakim Qulov, olim Rahim Qulovich taqdirlanadi. Ko'chirchiq tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi 2024-25 o'quv yili ta'lim tizimida samarali mehnati, yoshlarning milliy qadriyatlari va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashganligi uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mustafaqulova Shohista Yo'chibayevna
tuman maktabgacha va ta'lim bo'limi tomonidan taqdirlanadi. O'quvchilarga ta'lim berishda, tarbiya berishda eng yuksak nominatsiya bo'yicha Turg'unboyev va Marziya Musoqolovna tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan taqdirlanadi. Tuman maktabgacha va ta'limi bo'limi tomonidan Madiyor va Zilola Orif qizi taqdirlanadi. Olimpiadasi tuman bosqichida informatika fanidan birinchi o'rinda olganligi uchun Abduvakilov Suhrobbek Anvar o'g'li taqdirlanadi. O'zining yuksak namunasi bilan o'rtoqlari, do'stlari orasida namuna ko'rsatgan o'quvchi 11-sinf o'quvchisi Absamatova Mushtarixon Sobir qizi taqdirlanadi. Hurmatli mehmonlar, bilan hozir hamma o'quvchilar bilan qishlog'imizda 100 ga yaqin o'quvchilar oliy ta'limda o'qiyapti-da. Ularga boya sizga aytdim. Mana shularga ilm sohasida ko'p mehnat singan ustozimiz, maktabimizning ilmiy bo'lim mudiri Umarova Dilrabo Karimbayevni tashakkurnoma bilan taqdirlanadi tuman xalq ta'lim bo'limi nomidan. Tabriklaymiz. Nevaralaringiz baxtini ko'rib yuring. Rahmat sizga. Endi hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, xabaringiz bor, kecha 1-sinfdan 7-sinfgacha taqdirlash marosimi o'tkazilgan. Bugun taqdirlash marosimi maktabimizning eng o'quvchilari 8-9-10-sinflarni taqdirlaymiz. 9-A sinf o'quvchisi Komilova Laylo a'lo baholari va namunali xulq uchun faxriy yo'q bilan mukofotladi. Xuddi shu mazmundagi faxriy yorliq bilan 9-A sinf o'quvchisi a'lo baholar Qizil shahodatnoma sohibi Rahimqulov Diyorbek Farhod o'g'li. Xuddi shu mazmundagi faxriy yorliq bilan 9-B sinf o'quvchisi Isayev Otabek Erkaboy o'g'li. 9-B sinf o'quvchisi Bahromova Komila 2024-25 o'quv yili mobaynida a'lo baholari va namunali xulqi uchun maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlanadi. 9-B sinf o'quvchisi Asqar Aliyeva Charos. 9-B sinf o'quvchisi Rahmatullayeva Charos. Toshkent viloyati Quychirchiq tumani 27-ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Abdashim va Shahzoda Begali qizi namuna xulqi bilan taqdirlanadi. 10-sinf o'quvchisi Joniqulova Charosxon Xayrilla qizi taqdirlanadi. 10-sinf o'quvchisi Xolbutayeva Layla Bunyod qizi taqdirlanadi. 10-sinf o'quvchisi O'rinboyev Islombek namunali xulqi va a'lo baholari uchun taqdirlanadi. Ingliz tili bo'yicha eng baland C1 sertifikati. 10-sinf o'quvchisi Abdurashidova Sevinch Sherzod qizi. 10-sinf o'quvchisi Sobirjonova Dilnora Shodiyor qizi taqdirlanadi. 10-sinf o'quvchisi Abdujamolova Munisa taqdirlanadi. 10-sinf o'quvchisi Andaqulov Jamshid taqdirlanadi. Rosa 10-sinfda a'lochilar ko'p ekanda, 10-sinf o'quvchisi Vakilova Husnora taqdirlanadi. 9-B sinf o'quvchisi bo'ya qolib ketibdi. Eng yaxshi qizimiz Tojiboy
tabriklaymiz qizim. Endi ham a'lo baholarga mana rahmat aziz o'quvchilarimiz, hurmatli ustozlar, mana bugungi tadbirning chiroyli o'tishida ko'p mehnatlaringiz singdi. Xudo xolasa biz mana shu maktabimiz nomidan, o'zim nomimdan hammalaringga omad tilayman. O'tgan yil ham biz mana ko'p yillarda, 3 yillardan beri mana o'quvchilarimiz 50 million, 75 million xorijiy til bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olib bo'lyapti. Ustozlar o'tirib shu yerda o'quvchilarimizni nazi qishlog'imizda 100 dan oshiq o'quvchilarimiz oliy ta'limda o'qiyapti. Mana bu sizlarga ham, hozirgi o'qish bitiruvchilarimizga ham 100% xudo xolasa ko'maklashamiz, yordam beramiz, majbur qilamiz sizlarga kerak bo'lsa, oliy ta'limga o'qishga kirasizlar xudo xolasa. Omad tilaymiz amallaringga. Mana kelgan ota-onalarimizga ham, mana o'qituvchi, ustoz, mehmonlarga ham hammasiga omad tilaymiz. O'zbekistonimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Xudo xolasa prezidentimiz aytgandek, O'zbekistonning kelajagi buyuk. Mana shu 3-renessansni yaratadigan bizlar shu labbay deb javob beramiz. Xudo xolasa mana qishlog'imizni ham, O'zbekistonimizni, Quychirchiq tumanimizni, Toshkent viloyatining yuzini yorug' qilamiz deb hammaga omad. Bugungi tadbirning birinchi qismi, Uzr, hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar. Mana bugun maktabimizda eng faol ustozlarimizdan 55 yoshni qarshilagan Alibekova Zarifa Fayzullayevnaga tuman kasaba uyushmasi tomonidan alohida sovg'alari bor. Ustoz keyin ol. Sovg'angizni. Ustoz tabriklaymiz, sog' bo'ling. Xizmatda charchamang. Rahmat. Bugungi bayramimiz hali davom etadi. Bu birinchi qismi. Xudo xolasa bilan ichkarida yana ikkinchi qismini davom ettiramiz. Hammalaring omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Yanagi yillarga bundan ham xursandchilik bayram, bundan ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib bayramni o'tkazamiz. Bugungi hozir birinchi qismini tadbirni yopiq deb e'lon qilamiz. Rahmat. Ko'zimdan qalqiydi quvonch yoshlarim. Bitiruvchilar turar ko'zlari munchoq, yangi hayotga ham qo'y sharqadam, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Aziz bitiruvchilar, ukalarim, singillarim, sizlarni kelgusi hayot yo'lingizda omadlar, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. O'qishlaringizda ham, ishlaringizda ham eng yuksak natijalarni qayd etib, faxrlanib mana shu maktabga kelib maqtanish nasib etsin. Endi so'nggi qo'ng'iroqni chalsak-da, bugungi tadbirimizni yakunlab, sizlar bilan xayrlashsak.
qo'ng'irog'imizni mana o'tkazib oldik. Mana bundan keyingi qiladigan ishlarimiz mana davlat imtihonlarini topshirib, oliy ta'limlarga topshirib, ota-onangiz bergan tarbiyasi bilan bizning bergan bilimiz bilan oliy ta'limlarga kirib ketib, bizning ota-onangiz yuzini yorib o'tishlaringizga hamisha omad sizlarga yor bo'lsin. Aziz mard o'g'lollarim, mehribon go'zal qizlarim, mana so'nggi kunlar ham tushundim. Men sizlarga tilaklarim, kelajakda o'z o'rinlaringizni topinglar. O'zlaringiz istagan oliygohlarga kirib, oilangizni, maktabimizni, qishlog'imizni sha'nini yuqori ko'taringlar. Vatanimizning haqiqiy mard o'g'illari bo'lib o'tishingizni Allohdan so'rab qolaman. Hammangizga Allohim omadingizni bersin. Alloh tilayman mana shuni. Qanjollaringiz sog' bo'lsin, yuzlaring yorug' bo'lsin. Rahmat sizlarga ham.